Hamma salom do'stlar, sizlar bilan Gamer Uz. Bugun biz Minecraft lekin manu redstone blokda sakrab turib planetlarga qo'yishimiz kerak. Videomiz bugun yana kam bo'ladi. Kanalga obuna bo'lsangiz sizlardan chiqadi. 100 mingta bo'lishimiz kerak. Mana restoranda olamiz. Ana hozir ko'rsataman. Ana qilib o'tishimiz kerak. Lekin o'zim qilishim kerak. Hozir o'zi sakrab bo'larmikin ko'raydi. Sakrab bo'lmayapti. Bo'ladi ana. Bo'larkan. Lekin shunday turib. Bale. Voy. Nima tushib ketyapti? Endi voy. O'zi sakrab bo'larmikin? Bo'larkan. Bitta blok desanglar, o'zi nima desanglar, u yana uzun qo'ribman. Mana qaranglar. Mana aytdan boshlab 12ta bittadan sanab buzib chiqmayman. Voy. Gapirolmay qoldim. Voy. O'zi iloji bormikin? Lekin sakrash. Mana hozir yaxshi sakralmay qoldim-da. Shunday makka chiqaman-da. Bo'ldi shundan. Voy, sakramay qoldi. Yonam qiyin ekan. Hozir do'stlar to'xtab turinglar. Mana. Hozir bitta narsa qilaydi. Mana bo'ldi. Oxirida nima qilishimiz? Shu haldan beri shuni qurayotganimda ham. Mana. Shunday qilib chiqib olsa bo'ladi tezda. Mana. Shunday yuramiz. Makka kelamiz. Bu mana. Evet, yaqin bo'ldi. Qolgani yaqin bo'ldi. Ana. Va endi eng oxirgisi. Hoppale. Mazda.
do'stlar yana hozir men bitta parkur qilishga harakat qilaman. Yonam qiyin. Bittada umuman qilaman sizlarni. Ana bunlarga tutdi. Bitta blok. Da o'zi yonam qiyin. O'zi nimaligini shunga bo'zi kerak. Oldin shunday oddiy sakrash. Men oddiy emas hozir. Men undaqa sakrayman deyotganim yo'q. Mana shunaqa sakrayman deyotganim yo'q. Wow! Bittada qildim. Bitta. Mana. Hozir bitta narsa qilishga harakat qilaman. Tepaga chiqaman. Ay bo'lmadi deb mana voy ashuna qilib tez yoki orqamachag'i ham oson. Ana oldimachag'i ham oson. Orqamachag'i oldimachag'idan oson. Ana bir yaxshilarni qoldi. Hoppale. Oldida ham yaxshi moslashimni qolmadi. Hop. Ana ko'rasizlar. Undan ko'ra orqamachag'i sakrasam bo'ladi. Hozir sizlarga yana bitta kanalda tavsiya qilaman. U Anilan dublar o'zida selat chiqadi. Keyin o'sha Anilan dublar o'z bor. Keyin bitta qurbaqajonda selat chiqadi. O'sha qurbaqajonda Grox bor. Grox degan bor. O'sha Evo'da yo'q. O'sha Anilan dublar o'zida selar. Grox deya rasm bo'lmasa, Evo bilan keyin bitta parkur ko'pgina bitta bloklilar bilan xullas o'sha parkur turgan bo'ladi. Evo bo'ladi. Shunda qilsanglar bo'ladi. Mana o'sha birinchisida qilsanglar, o'sha bu parkur sivilizatsiyasi chiqadi. Keyin shunda boltalar sivilizatsiyasi chiqadi. Keyin kamonchilar sivilizatsiyasi chiqadi. Keyin kamon, keyin o'sha parkur bo'ladi. Parkur sivilizatsiyasi, keyin qilich sivilizatsiyasi bo'ladi. Keyin qalqon sivilizatsiyasi bo'ladi. 5 tami, 4 tami sivilizatsiya bo'ladi. Hozir men shunaqa parkur
O'sha yomondan umuman to'xtamasdan qilish kerak. Tushib ketyapmanda yaxshi bo'lish kerak. Mana. Qoldi. Mana. To'xtab qoldim-da. Hozir boshqatdan mana. Voy. Endi bundan qilaman. Aytda mana. Tushib ketishim qoldi. O'xshamay qoldi. Yaxshi o'xshamayapti. Hozir boshqatdan qilay. Voy, tez sakrab ketaman desam, qolib ketyapmanda, shunaqa yurmay qolyapti. Ana, hop. Hop. Voy. Keyin bitta narsa ko'raman. Voy, yonimda jichcha qoldi. Keyin kim bilmasa, ko'p odam biladi-yu, kim bilmasa, keyin artefakt bor. Shu artefakt degan kanal bor. Milliondan oshiq obunachisi bor. 1 milliondan oshiq. Asha qishloq ham bo'ladi, lekin qishloqqa yana bitta asha qishloqning ovozi bo'ladi-yu. Keyin asha qishloqning ovozini o'zi artefakt qiladi. Mana bilmasdim. Keyin shorts qilib ko'rsatdi asha artefakt o'zi. Voy, jichcha qoldi. Keyin asha bitta qishloq bo'ladi. Yana quruvchilar jangi bo'lgan. Keyin asha mob qurishgan. Asha Minecraftda yo'q moblar qurishgan. Keyin ashalarni urishtirishganda. Keyin asha bittasi bor, Herobrine rasm bor bittasida. Asha Herobrine rasmi bor. Ashunga bosinglar, artefakt oxirida Herobrine quradi. Asha artefakt oxirida Herobrine quradi. Kim bilmasa, Herobrine eng kuchli mob. Yo'q, mob emas. Asha mobga o'xshaydigan odam emas. Asha Minecraftda bo'ladi. Hozir mana unda. Herobrine u asha Steve, lekin xuddi Steve ko'zi oppoq. Steve daqa ko'zi bitta oq, bitta qora emas. Oppoq. Ash Herobrine. Minecraft o'ynayotganlaringda chiqmaydi. Faqat mod qo'shsanglar chiqadi mod. Mod bilan chiqadi. Unda umuman chiqmaydi. Lekin chiqishi mumkinmi? Bilmayman-u. Lekin chiqmaydi deb o'ylayman. Mana. Hozir endi mashina ikkitalik shunday qilib mana. Shunda
Bo'ldi, endi xuddi shunaqada. Albatta. Ana endi hozir tepaga chiqaman-da. Mana shunday qilaman-da. Voy. Mana hozir shunday bo'ladi. Shunday tepaga chiqadi xonada. Mana shunday qilmoqchi edim. Mana tepaga chiqadi. Mana shu narvonni mana hozir narvondan tushish kerak. Lekin narvondan tushadi. Ana shunaqa qilmoqchi edim. Lekin o'xshamadi. Mayli. Hozir yorug' turgan joyga kiraman. Bu yerda sandiq bo'lishi kerak. Mana shu yerda sandiq bo'lishi kerak, yana bilmadim. Bo'lmaydi. Boshqa joyda bo'lar ekan. Do'stlar, hammaga xayr. Hammaga rahmat do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun sizlar bilan Gamer Uz bo'ldi. Kanalimga like va obuna bosish esingizdan chiqmasin. Bo'lishimiz kerak. Hayır do'stlar, sizlar bilan Gamer Uz bo'ldi. Like va obuna bosish esingizdan chiqmasin, hozir aytganimdek. Hayır.